Dunyoda onadan keyin seni eng ko'p yaxshi ko'radigan, boshqacha sevadigan opa bo'lar ekan. Opa kim? O'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan, unga alla aytgan. Opa kim? O'zi kichkina bo'lsa ham seni orqasida ko'tarib katta qilgan. Opa onasini kir yuvib o'tirganini ko'rsa, onasini oldiga borib, akasini, ukasini, otasini paypog'ini yuvgan odam. Opa kim? O'zi eng yoqtirgan narsasini yeb o'tirganda ham agar ukasi borib meni yeyman desa, hatto og'zidan chiqarib unga bergan odam. Dunyo tashvishlarini deb ularni esdan chiqarib qo'yma. Opalarimiz sog' bo'lsin.